Mana bu narsaga e'tiborli bo'ringlar. Mana shu tunni tegini ko'taring, mana bu jentlarni qaranglar. Bo'ldi, mana shu suv zang уже nima bo'lib chirik bo'lib ketgan bu tegi. Bu nimadan bo'lgan, aka? Основной mana shu probkalar bo'ladi, zavodskoy. Значит, germetikasiga e'tiborli bo'lish kerak, to'g'rimi? Kubulti ham bo'ladi, bunni ham bo'ladi. Buniki основной mana shundan chiqib ketadi. Mana qaranglar, mana уже bu paralon уже yaroqsiz holatga kelib bo'ldi уже. Paralon alishtirish kerak. Agar bu hidli narsa, agar misol uchun bu hidli narsa bo'lganda, umuman sasib, umuman ichida bo'lmaydigan hid chiqarardi. Germetika qilib joyiga qo'yish kerak. Da, mana shu gentralar, mana shu narsaga e'tibor beringlar. Bu narsa Cobalt'da ham bor. Bu mashinada mana bu ham hozir shumka bo'lyapti. Bu mashinani ham hozir shumka qilamiz, hamma germetikalarni qilamiz. Bu mashinada ham bo'lish kerak, lekin u shumka qilib qo'yishibdi уже. Ha, Monzada bor, ha? Bunda ham bor, bunda ham bor. Mana shunaqa joyda bo'lar ekan. Bu Monza emas, Monza bu. Ha, men 12 ta o'tiribman. Bu hozir podrovka keramika bo'lyapti bu yoqda mana shunaqa gaplar.